Assalomu alaykum, Avtoliv mashina kanali podpishchiklari. Navbatdagi mashinamiz 2021 yil avtomat Nexia 3 avtomashinasi bo'ladi. Mashinamiz bir qo'l avtosalondan akani o'zi olib haydaganlar. Mashinamizning holati ideal. Motor qismi ham bironta bir defekti yo chaqa chuqasi yo biron bir kislota sachragan yo bir ko'chgan joylari yo'q. Hamma holati zo'r, zavod holatida bo'lib turibdi. Nakleykalargacha joy-joyida turibdi. Hamma narsasi yaltirab o'z joyida. Salon qismi esa e'tibor beringlar, plastmassa qismlari ximchiga обработка bo'lmagan matviy holatda turibdi. Sababi boyaga aytganimdek, aka o'zi bir qo'l olib avtosalondan olib haydaganlar. Mashinamizda obshivkali qismlarida ham bironta bir chizilgan, qirilgan joyi yo'q. Bagajida 90 talik metan gazi, 4-pokoleniya metan gazi turibdi. Qozonlari ham holati yaltirab turibdi. Bironta bir zanglagan, gullagan joyi yo'q. Mashinamizda 21 bo'lishiga qaramay, sostoyaniyasi 25 likni beryapti. E'tibor bering, mashinamiz kuzovida bironta bir tosh tekkan joyi ham yo'q. Salon qismida ham bironta bir kamchilik yo qirilgan, chizilgan joylar yo'q. Mashinamizda avtokreditga ham qilib bera olamiz. Mashinamizda oldi polisfera sonzashtalari ham urilgan. Avtokreditga ham grafikini tashlab beramiz. Kimga agar avtokreditga kerak bo'ladigan bo'lsa, bosh to'lovi va oyma-oy to'lovlardan qo'yib qo'yganmiz. E'tibor beringlar, juda yengil chiqadi.